videoda biz ekstra bekmachoqni ikkinchi qismini olamiz. Let's go. Hozir men hozir yana yuzga sanayman. Ular yana yashinadi. Bolalar hozir ketishdi. Yashinishga men hozir yuzga sanayman. Bolalarga obuna, like bosib qo'yinglar. Hali 10 ta bo'ldi, lekin 10 tadan oshsa iltimos obuna, like. O'tgan video yoqdimi? Kommentga yozib qo'yinglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sizlar keyin bittasi keyingi video nima haqida bo'lsa komment yozinglar. Bu YouTuberchilikda kimdan motivatsiya boshlan Omonxonga rahmat deb yozib qo'yaman. 50 ga keling, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 60, 64, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Keyin bugun videoda 6 kishi, 6 kishi ismini aytib chiqaman. Boburjon, Saidbek, Fazliddin, Ruslonchik, Shohrux ashlar bor. Keyin obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Hamma narsa 71, 72, 73. Huh? Sana bo'ldim endi men ular to'g'ri. Let's go. Qanday boshladik. O'tgan video yoqqan bo'lsa, like, obuna, podpiska bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchadan kommentga yozinglar. Bolalar, men mana shu hozir o'rmon ichida odam ko'p yashingan bilsam kerak, mana shu yerda bor bo'lsa kerak. Men hozir ko'raman. Bolalar bergan hozircha odam ichida ko'ringan yo'q. Uncha ko'ringan yo'q. Bolalar hozir uncha ko'ringan yo'q. Qaydan chiziq? Yo'q. Like, obuna bosib qo'yinglar, qo'ng'iroqchadan bosib qo'yinglar. Komment yozinglar, keyin bu yerga chiqamiz. Bolalar, men o'rmonda chiqib oldik. Hozir endi hech kim yo'q ekan o'rmonda hozir. Bitta ham odam ko'rgan yo'q. Daraxtlar ustidan bo'lish mumkin. Nima like, obuna bosib qo'yinglar. Ham keyin meni yana bitta kanalim obuna bor Minecraft и Almaz Minecraftga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi bu yoqda haqiqatan bitta o'yin boshlanadi. Chiqyapti. Ana Ruslan chiqdi, joyini qidiraman hozir. Ruslan chiqdi joyi. Bu yerda hech kim yo'q. Ko'ramiz. Shohrux Sincheri. Bu joyida biri yurmayapti. Hop. Hech kim yo'q. Qayerga chegara? Bu yoqda-da. Kirib chiqaydi hozir. Yerga hech kim. Stop! Alo! Ana kim?
o'yinchimiz. Buni birinchi topilgan oxirida bitta shart bor, aytaman. Oxirida bitta shart bor. Men bu yoqqa beramiz. Buni ichiga kirmaydi odamlar. Qayda bo'lish mumkin? Obunachilar. Tezroq 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Undan keyin streamlar qilaman. Vallahi endi chiqamiz. Yana necha kishi qoldi? 3 kishimi? Ha. Bu ham chiqmay qoldi. O'tgan video yoqdimi? Kommentga yozib ketinglar. Qayerlar bor? Ana. Stop. Barib ko'rishim kerak. Bu yerda hech kim yo'q. Mana birovni ko'rgandek bo'ldim. Ko'rgandek. Hech kim yo'q. Men bitta bu o'yinda dislike yo'q. Bobur bitadi. Boburda YouTube kanali bor, uni Bobur Gamer. Shohruh bor hali. Shohruh. O'tgan o'yinda yutdi. O'tgan o'yinda yutdi. Qayrashgan bo'lish mumkin. Sen itam kirib qo'shilib ket. Hol! Hol kim? Tarif. Saydik. Qarang. O'tgan o'yinda bir Saydik chiqaveray. Mana shu bola bilan qaranglar, mana shu birinchi kecha qarash ikkita bolaga operator qilasiz ket, borma kirib ket. Shohruh sim. Ko'rinmay, bola dedi odam ko'rinmayapti. O'sha odam yo'q. Bola Shohruh seving. Uni qora joylarni topib bo'lmaydi-da uni. To'g'rimi? Baribir to'xta, operator. Bitta joyga chiqamiz hozir. Bitta joyda bilaman. Shohruhni rangi bilan bos joyda bilaman men. Rangini bilaman. Yana bir bor mashaq qarayman. Yana bir to'xtasa bordi. Yo'q. Obuna bilan like bosib qo'yinglar. Kommentam yozinglar. Keyingi videoda haqli bo'lsin. Bu yerda yo'q. Ketdik. Kirish mumkin. Yo'q. Rangi bilan bir xil bo'lyapti.
like bosib qo'yinglar. Obuna bilan. Shuncha joyda aylanyapti. Oxirigacha bormi? Ha? Qayergacha? Yur, shergachami? Bo'ldi, qaytamiz. Yo. Qanday? Shu oxir bu safarimizni. Qarama o'rabman, mana. Ana topildi. Shohraxboy topildi. Mana. Chetga joyga yashiribdi bu. Aytdim, bir desa turadi. Oyoq ko'rindi boshi. Bolalar hozir bu o'yinda bu mashamas qatnashgan bolalar birinchi topilganga bitta shart bor deydim-a. O'sha topilgan. Piyoz yeydi mana ikkita. Said bilan Fazil aka. Keyin ikkita yutgan bor, mana shu ikkovi. Ruslan akam qaydaligini o'zlari aytangiz. Va Bobirjon kanalim bu. Bugungi video hozir yesa keyin tikaydi. Bolalar mana yevaqda. Bolalar bitta tishlar qattiq kelsa aytamaydi. Keyin mana yesa. Ana ye. Said mazza qilyapti. Bugungi video shular bo'ldi. 3-chi qismi chiqsa deganlar kommentga yozinglar.